taklifingizga asosan Oliy sudga ekskursiyaga boramiz. Hammanglarni qiziqtirgan savollarni o'sha yerda berib, o'zingizlar ko'zingizlar bilan bo'ladigan jarayon sizlarga hozir ko'rsatib berishadi. Sudebniy proses qanaqa bo'lishini, sizlarning tashabbusingizlar bilan boramiz, xo'pmi? Qani yo'lga chiqamiz. Saroy keldi, balanjolar keldi. Hurmatli yoshlarimiz, ishlayaptilar. Bu hozir sizlar tashrif buyurgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bo'ladi. Bugun maqsadimiz sizlarga mana Oliy sud haqida, undan sudlov tizimi haqida qisqacharoq bo'lsa ham tushuntirish berish. Sizlar bilan boramiz, sud majlisi zallarimiz bor. Ular bilan ham tanishtiramiz. Rasmiy majlisda emasmiz sizlar bilan. Endi bemalol xohlagan joylaringizni o'sha sizlarga Oliy sud binosi rasmga tushuntiradi. Hamma narsa raqamli sudga o'tkaziladi. Mana qaranglar, ekranda bu yerda hali infokioskamiz o'rnatiladi. Bu to'liq interaktiv sun'iy intellekt bo'ladi. Bugun volontyorlar uchun tarixiy kun. Ayni damda Yakkasaroy yoshlari volontyorlar guruhi a'zolari Yakkasaroy tumani hokimi Nilufar Allaberganova boshchiligida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi binosiga tashrif buyurdik. Hozirda ekskursiya davom etmoqda. Taassurotlarimiz juda ham zo'r. Ekskursiyani biz bilan kuzatishda davom eting. Birinchi tashqaridan tashrif buyurayotgan mehmonlar bugun sizda bo'ladi. Tayinlangan ishlar. Da'vogar, javobgar, ish mazmuni, ish raqami qaysi paytda qaysi sudya tomonidan ko'riladi. Misol uchun to'lovlarni ham shu yerda o'zidan amalga oshirsa bo'ladi. Billing tizimimiz bor. Aynan sudga elektron to'lovlarga kirsanglar, kvitansiya yaratsa bo'ladi, o'zingizlarning kvitansiyalarni tekshirsa bo'ladi va sizga biriktirilgan hamma kvitansiyalarni o'zingizdan yana qaytadan ko'rib yoki raspechatga qo'ysangiz bo'ladi. Bu zimniy sad deganda qishki bog'imiz. Plenum deganda bu Oliy sudda eng oliy boshqaruv organi hisoblanadi. Bu yerda katta qarorlarimizni qabul qilamiz, sud amaliyotlarini qabul qilamiz. Hozir sizda o'tirgan joylar bu yerda raisning joyi. Bu fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati joyi, bu jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati o'tiradi. Hozirda biz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi muzeyidamiz. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Сейчас проходит очень интересная презентация. Вам рассказывают, сколько судов проводилось за прошлые года, какие суды, какие были интересные. И все сейчас в самом разгаре. Погнали. Hali endi taassurotlar. Charchab qolmadilaringmi? Bugun agarda bir sizlar ozgina bo'lsa ham mana shu yerda bir
o'zlaringga bir mazmunli, bir ijobiy bir xulosalar chiqargan bo'lsalaring, biz o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Biz o'ylaymiz, mana prezidentimizni bugun olib borayotgan mana shu oqilona siyosatlar tufayli biz yoshlar bilan doimiy ravishda sizlar bilan uchrashib, sizlar bilan ochiq davra suhbatlari orqali, ochiq muloqot orqali sizlar bilan qancha ko'p mana shu muloqotda bo'lsak, sizlarga ham, bizga ham haligi bundan faqat foyda bo'ladi. Oxirgi marta bu zdaniyaga 2015-yilda kirgan ekanman-da. Nihoyatda o'zgarish katta. Oxirgi marta o'sha zalga 2015-yil yoki 2014-yilda kirganman, aniq eslolmayman. Lekin haligi osmon bilan yer avvalambor to'g'ri aytdingiz, yurtboshimiz tomonidan nihoyatda katta ishlar qilinyapti. Shahar borgan sari o'zgaryapti, chiroyiga chiroy qo'shilyapti. Juda katta umid bilan sizlarga shunday sharoitlar yaratib berib, sizlardan shunday umidlari kattaki, shu prezidentimiz o'zlari mana shu sizlarda ko'zlaringni chaqnashini, sizlarda ko'zlaring yonib turishini ko'rib, juda katta ishonch bildiryaptilar. Hamma imkoniyatlaring yaratib berilgan, bundan to'g'ri foydalanishlaring, men o'ylayman, kelajakda juda katta haligi inson bo'lib, hurmatga sazovor bo'lib, kelajakda davlat mukofotlariga ham sazovor bo'lib yurishlarini tilab qolamiz.